Assalomu alaykum hurmatli musofirda yurgan akalarim, ukalarim. Ana sizlar jonlari sog'mi, omonmi? Nima uchun mana kommentariyaga yozib o'tirdi, aka nima uchun ish vakansiyasi qo'ymayapsiz deb endi bir ikkita sabablarga ko'ra hozir biza ish qo'ymay turdik, sabablarini ham qo'yib berdik. Mana sizlarga yana vakansiya, udar vakansiya Bafo musofirlar kanalida chiqadi. Hop, sizlarga mebelni sex mana bizaga ishchi kerak mebelni sexga tushunadigan, tushunchaga ega, mebelniga ishlayvergan, panoramasiga kesib bilsin, razmerini qo'yib kesish kerak. Tushunadigan bo'lsa, agar mebelniga tushungan aka-ukalarimiz bo'lsa, men bilaman, mana podpischiklarimning ichiga bor o'sha narsa. Mebelchilar, aka mebelchiga ish bormi deb nima qilib turdi, vakansiya to'lgan edi. Xo'p, biz yana kengaytirdik bizani ishxonani. Avval shu 10 kishi ishlayotgan bo'lsa, hozir 15 kishi, 5 kishi ishlayotgan bo'lsa 10 kishi. Hozir yanada tovarlarni ko'paytirib, biz hozir ish vakansiyalarini, ish o'rinlarini ko'paytirib turibmiz. Mana sizlarga yangi vakansiya, yangi udar vakansiya Bafo musofirlar kanalida chiqadi. Marhamat, men sizlarga hozir ko'rsataman. Hozir ketdik o'zi mana bir mebelni sex. Hozir bemalol o'zi nima qilib beramiz. O'rmay. Assalomu alaykum. Qandaysiz o'g'illar? Yaxshimi, tinchmi? Charchamayapsizmi? Bo'lyaptimi ish? Qanday ish? Qayerdansiz? Qashqadaryo. Qashqadaryo. Gap yo'q. Qashqadaryo go'shtxo'r kamon, ha? Faqat go'shtinglarda, qo'y go'shti. Tandirjis, gap yo'q. Ish og'irmi, og'irmasmi? Yengil ishlayapmiz. Ishlasa bo'ladi. Ishlasa bo'ladi. Oyligingiz qancha? Oylik shu kuniga 3000 dan. Kuniga 3000 rubldan yoziladi, oyiga 90000 rubl. Joy issiqqina. Shundaymi? Ishdan mamnunmisiz? Yaxshimi ishlar? Vaqtiga berilyaptimi oyliklar? Zarplatalar? Avans ham bor, to'g'rimi? 5-20-chiloda avans kartaga tushadi. 15-16-chiloda nalichi zarplata tushadi. Shundaymi? Salomat bo'ling. Rahmat. Dalshi boramiz hozir. Bemalol yana dalshi boraveramiz. Bizaga mana shu tushunadigan odam kerak. Mana bu bitta o'zirliksiz qancha chiqadi? Chiqsa agar bir 2 kilo chiqadi. Mana shuni teshish, mana xrom qilish, shunaqa ishlar. Mana bu apparatlar bor. Mana bu yerga mana shu narsalar teshiladi, parazmer qo'yiladi, servan, shvaner, tumbuchka bo'ladi, teshiladi. Shu ishga ishlayvergan aka-ukalarim bo'lsa agar bemalol ishga taklif qilib qolamiz biza. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu yerga teshadigani bor. Xo'p, mana bu yerga xromkasi bor. Mana bu yerdan xromka bo'ladi. Bir kishi bu yoqdan qo'yadi, bo'lgandan keyin bir kishi yana bu yoqdan terib oladi. Og'rishtingiz yo'q. Yuragida o'ti bor akalarim, ukalarim esa bemalol kelishlari mumkin. Mana dalchi o'zi kelaveramiz, o'zi ko'raveramiz o'zi. Mana aslovnoy mana bu panoramasi. Mana panoramasi mana shunga razmerga qo'yiladi. Razmerga qo'yib panoramaga kesiladi bu yerga. Bu yerdan nima chiqadi? Tumbuchka, servan, shvaner. Ana shu narsalar bizga ko'p telefon qilishardi. Podpischiklarimning ichida ham bor. Aka biza mebelchik, biza aka borsak bo'ladimi? Vakansiyamiz to'lib qoladi. To'g'risi biza ko'p vakansiyamiz to'lib qoldi. O'sha uchun hozir biza ish qo'ymay turdim. Bitovka sklad to'lib qoldi. Razner рабочий to'lib qoldi. Kachigarachi to'lib qoldi. Hammasi to'lib qoldi. Hozir mana shunga 4 ta hozir ish o'rinimiz bor. 4 ta srochinaga qilib biladigan odam bo'lsa agar bemalol kelishingiz mumkin. Mana shu mebelni sexga yuragida o'ti bor akalarim, ukalarim bo'lsa bemalol mana panoramasini ishlatib bilsin. Yana bitta panorama, ikkita panorama, xromka teshadigani xullas shu. O'zbekistondan bo'ladimi? Rossiya territoriyasidan bo'ladimi? Rossiya territoriyasidan bo'ladigan bo'lsa agar faqatgina patenti 100% tayyor bo'lsa, inenisi, sinesi, boshqasi hamma qog'ozi tayyor bo'lsa, kelishlari mumkin. Patent pat Moskva, bez patent, bez dokument olinmaydi bu yerda. O'zbekistondan keladiganlar bo'lsa agar, prima keladiganlarga registratsiyasiga, patentiga, barcha hujjatlariga yordam beriladi mana bu yerda. Bemalol kelib ishlashlaringiz mumkin. Xo'p, yana nima deyishim mumkin sizga? Aytgancha, bizaga 3 ta yotoqxonalarimiz bor, komnatalar bor.
Pladni akalarim, ukalarim. Men sразу aytib qo'yaman mana shu narsani. 8000 rublligi bor, 5000 rublligi bor, 2000 rublligi bor xonalarni. Men oldingi videolarimga aytib o'tganman bu narsalarni. Yana aytaman, ko'p kishi yana telefon qilib yana so'rashadi, aka, xonalar bundaymi, pullikmi, bepulmi? Yo'q, akalarim, ukalarim, pullik. Bizani. Xo'p, 8000 rublligi bemalol unga dushi, hojatxonasi, hammasi ichida, kuxnyasi ichida. Bemalol kelasiz ishdan maza qilib issiq suvga cho'milasiz. Xo'p, ovqatingizni qilasiz o'zingiz, o'zingiz yeysiz. Yeb ichar hamma o'zidan. Xonalar pladni 8000, 5000, 2000, 5000 2000 rublligi, dushi, tualeti, boshqasi общий, kuxnyasi общий. Nima demoqchiman? Xo'p, burada hammasini aytib o'tdim men sizlarga. Qilib bilgan, tushungan odam bo'lsa, bemalol kelishlaringiz mumkin. Eng zo'r vakansiyalar Bafo Musofirlar kanalida chiqadi. Adresimizni aytib qo'yaman. Yana o'sha adresimiz Под Moskva, Sholkiyskiy rayon, Derevni Bogoslova. Ikkita telefon nomeri qo'yaman. Balandakisi boshlig'imniki, pastdakisi o'zimniki. 4686 ga telefon qilasizlar. Prямо boshlig'imni o'zi bilan telefon qilib gaplashasizlar. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, pastdagi nomer 3219. Mani nomerim. Bemalol telefon qilib tushunmagan joylaringiz bo'lsa agar mendan so'rab olishlaringiz mumkin, akalarim, ukalarim. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, yaxshi kunlarga ko'rishguncha. Xayr, sog' bo'linglar.